Ana pulni, men sen shuni ham pul beryapman. Agar alimentga topshirsang, bor yo'q 200 ming olasan. Rozi bo'lasan. Rahmat, shu aliment pulini sal ozroq ko'proq bera olasizmi? O'sha Amirxon ham repetitorga boryapti. Maktabda orqada qolmasin bolalardan. Qanaqa repetitor? Sen 400 ming pul beryapman. Shunga yarasha yashadi, ekonom qilib bolalarga ishlat va основном pulni. Senga berganim yo'q, unutma. Ona, pulni bering. Nima qilasan, ma o'g'lim? Tushang pulingizni. Bu uyni erkagi endi menman. Onamni ham, ukamni ham o'zim boqaman. Bizlarga endi bir so'm pul kerak emas. Bizlarni boshqa bezovta qilmang. Ona, endi dadamdan pul olmaymiz. Men o'zim sizlarni boqaman. Ona, men dadamga o'xshamayman. Katta bo'lsam haqiqiy erkak bo'laman. Sizni, bolalarimni hech qachon tashlab qo'ymayman. Haqiqiy erkak bo'lishni otasi tashab ketgan bolalardan o'rganinglar. Agar video yoqqan bo'lsa, fikringizni kommentariy yozib, tanishlaringizni yuborib qo'yinglar. Hammalaringizga rahmat.